Bugun shahrimizda 8-dekabr O'zbekiston Respublikasining Davlat Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan shahrimizda katta bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Bunda soha xodimlari Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan fuqarolar uchun ma'lum majburiyatlar, qonun-qoidalar to'g'risida yaqindan ma'lumot bermoqda. Konstitutsiyamizda soliq to'g'risida ham majburiyatlarimiz belgilab o'tilgan ekan. Xususan, Konstitutsiyamizda soliqlar to'g'risida ham majburiyatlar belgilab o'tilgan. Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashi shart ekanligi belgilab o'tilgan. O'ylaymanki, fuqarolarimiz Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan majburiyatlarini o'z vaqtida ado etsa, kelajakda O'zbekistonimiz yanada rivojlanib, yuksalishiga zamin yaratadi. Mana bugun Konstitutsiyamizning 33 yillik munosabati bilan respublikamiz hududlarida o'tkazilayotgan targ'ibot tashviqot ishlarida soliq boshqarmasi ham ishtirok etmoqda. Bunda yoshlarimizga va tadbirkorlarimizga soliq siyosati, ya'ni soliq islohotlari haqida turli xil tushunchalar va ma'lumotlar berib borildi. Ularda qonunda belgilangan normativ huquqlarini bajarishda, ya'ni soliq mobil ilovasining uydan chiqmagan holda tadbirkorlar, jismoniy shaxslar qanday qilib soliq mobil ilovasidan to'g'ri foydalanish va mol-mulkini ijaraga berish, uydan chiqmagan holda shartnomalarini PDF shaklida yuklab, soliq mobil ilovasidan qanday to'g'ri foydalanish haqida turli xil tushunchalarni berdik. Ya'ni hozirgi kunda quyosh panellari va uning imtiyozlari haqida ham turli xil tushunchalarni berib, tadbirkorlar va jismoniy shaxslar bilan ochiq muloqotda bo'ldik.